Xudo xolasa mana Klass Markant 55 apparatimizni mana Surxondaryolik klientlarimizga, akalarimizga mana sotdik. Akalarimizga buyursin. Ko'rib turgan edik, bu press apparatimiz ham mana juda a'lo holatda. O'zbekistonda ishlatilmagan, mana juda kam ishlagan. Mana bu kraskalardan bilsanglar bo'ladi mana. Yon tomonlarida hali kraskalargacha o'chmagan. Zapchastlari ham original holatda. Kimga shunaqa press apparatlar kerak bo'lsa, bemalol olib chiqinglar. Mana ortib berish jarayoni. Akalarimizga mana chiroyli qilib yuklab, Surxondaryoga dastavkalargacha qilib beryapmiz. Mana Surxondaryoga mana. Surxondaryoning Qiziriq tumaniga mana sotildi. Akalarimiz mana bizani ijtimoiy tarmoqdan kuzatib kelishibdi. Mana kimga shunaqa apparatlar kerak bo'lsa, mana bu Klass Markant 65, yani 55 larimiz ham bor. 60 talik 65 lar mana bu yoqda. Yana mana bu yerda 55 lar bor. Juda ham a'lo holatdagi. Hamda Klass Markant 51. Bu 51 apparatimizni mana 8000 bo'lsa berib yuboramiz. Bu yerda mana Klass Markant 55 apparatlarimiz, mana Klass Markant 60 taliklarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Mana ortib berish jarayoni akalarimizga buyursin.